to'rt sotixga qanaqa proyekt qilsa bo'lar ekan? Kelinglar, sizlar bilan modern stildagi to'rt sotixga joylashgan proyektimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda ikkita albom tayyorlab qo'yganmiz. Bittasi mijozimizning o'zlariga, bittasi quruvchilar uchun. Va bu modern stilda bu proyektimiz qilingan. Sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Asosiy binoyimizni fasad qismini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa skromniy, ortiqcha detallar yo'q, lekin ko'rayotgan bo'lsangiz 100 yilda ham eskirmaydigan stilda ishlangan. Umumiy binoni joylashuvlari, mana bu yerda terrasalarini ko'rishingiz mumkin. Oshxonadan chiqib oilaviy mazza qilib mana shunaqa terrasalarda o'tirsanglar bo'ladi. Landshaftlariga mehr berilgan, ko'rishingiz mumkin. Darvoza xonalari, yozgi oshxona ko'rishingiz mumkin. Даже orqa hovlilarigacha mana shunaqa detalni ko'rsatib berganmiz. Xo'p, bu proyektimizni ko'radigan bo'lsak, to'rt sotixga joylashgan. Asosiy bino orqa tomonda joylashgan. Orqada hovli ham qoldirib berganmiz. Va bu yoqda darvozaxona, yozgi oshxonalar joylashgan. Podval yarmiga podval qilganmiz, yarmidan ko'p qismiga. Xo'p, trenajyor zal, sklad va kotelniy xonalarimiz joylashgan. Uyda ichidan ham tushsa bo'ladi, hovlidan ham tushsa bo'ladi. Mana birinchi qavatda ko'rishingiz mumkin. Kirganda o'rtada kollektivdan kiryapmiz. Garaj, o'ng qo'lda yozgi oshxona, sanuzellari bilan, chap qo'lda terrasa, tambur. Oshxonadan terrasaga chiqsa bo'ladi bu yoqda. Umumiy o'tiradigan xonamiz, hol. To'g'rida zina orqali orqa hovlichamizga ham chiqib ketsa bo'ladi bemalol. Mehmonxona, родительский spalni, ichida garderob, sanuzellari bilan qilib berganmiz va общий sanuzelimiz ham mavjud. Ikkinchi qavatni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi qavatda hol berganmiz. Hol orqali terrasa ham bor ikkinchi qavatda. Hol orqali terrasaga chiqsa bo'ladi. Родительский spalni, ichida garderob, sanuzellari bilan va bu yoqda ikkita детский xonamiz uchun общий sanuzel joylashgan. Bu loyihamizda ham полный kotlovan, podushka chizmalari ko'rsatilgan. Qayerda vichkalar bor, qayerda plita, qayerda monolit, hammasi haqida mana ma'lumotlar bor. Nechta to'sin ishlatasiz? To'liq ma'lumotlar berilgan. Mana shunga qarab quruvchilar bemalol qurilish qilishlari mumkin bo'ladi. Razrezlari, fragmentlar bilan tushuntirib berganmiz. Mana fasad ko'rinishlari. Mana shunga qarab bemalol qurilish qilinsa bo'ladi. Nechta eshik, nechta oynalar ketadi, hammasi haqida mana ma'lumotlar mavjud. Kimga shunaqa loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Orzuyingizdagi uyni Xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Hammaga rahmat.